Assalomu alaykum hammaga, qadrli yurtdoshlar. Qora tovuqlarimiz sotilyapti. Qora tovuqlarimizni reklama sifatida sotilyapti. Shuning uchun videoning tagida nomerini yozib qo'yaman. Egasini sotildi deb yozilsa, demak sotilgan bo'ladi. Agar nomer turgan bo'lsa, bemalol telefon qilib egasi bilan narx-navolarni kelishib netzalaring bo'laveradi. Tovuqlarimizni ko'rinishiga ahamiyat bermaysizlar. Uni agar ochiqligida yuradigan bo'lsa, patlari chiqib ketadi. Bu sababi misol mana patlar to'kilganini xo'roz bosgani uchun shunaqa to'kilib ketgan. Hozir bu tovuqlarimizdan 160 dona bor. 160 dona bor. 9 ta makonga 1 dona xo'roz beriladi. Nimasi? Tuxum foizi 50% dan oshgan. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon tumanida. Narxlari 80 ming so'mdan bo'lyapti. Yana ob'yomda olaman deganlarga chekilishtirib, yo'l-yo'rog'ini qilib berilaveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavka pullari alohida hisoblanadi. Hamma joylarga dastavka qilish imkoniyatlari bor. Mashinalar yuryapti. Dastavka qilib berilaveradi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Yana qiziqarli videolar bo'lsa, chiqarishda davom etamiz. Eslatib o'taman, pastda videoni tagida bo'ladi egasining nomeri. O'sha nomerga telefon qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.